Ustoz, opam jiyanimga sunnat to'y qilishyapti. Menga ot ilib qo'yishdi. Harakat bo'lmas ekan. Qatta olaman, pulim yo'q. Ustozing shu yerda xavotirolma. Mana shu tuxumni aborot qilib senga ot olamiz. Ya, ishni nimadan boshlaymiz? Ishni birinchi tuxumga Filippina bayrog'ini chizishni boshlaymiz. Keyin nima qilamiz tuxumni? Keyin Amaga rostdan film tuxumimi? rostdan o'sha tankaga zo'r taka ochadi. Narxi pul? $100. Hozir chiqib beraman. Keyin $100 nima qilamiz? $100 arzon dak olamiz. Piqiga lezva qo'yamiz, ushtiramiz. Zo'r ekan, yoritib tashladi-ya. Xohlasang sotaman. Nech pul? $500. Oldim, baraka. $500 pulimiz bormi? Keyin nima qilamiz? $500 ga qo'y olib ushtiramiz. Keyin uni qimmatroqqa sotamiz. $500 qo'yis qanaqa urishardi? Yo'li bor. Ko'tiga garindori tiqqandan zo'r urishadi. Ha, ko'ti qiziganida alami kelib zo'r urishar ekanda, ustoz. Tayyor qo'y bor. Qo'yini sotiladimi zo'r ekan? Sotiladi $1000. $1000 ga baraka. $1000 pulimiz bor. O'sha pulga qisir sigir olamiz. Qisir sigirdan foyda yo'q-ku, yutqizasiz. Men yutqizmayman. Bir hafta sog'maymiz. Yelimi sutga to'lab tirsillab turadi. Keyin bozordan bir 7 buqacha olamiz, oldiga qo'yib qo'yib, qimmatroqqa sotib olamiz. Ona bo'ladi, ba. Buni ish beradimi? Sog'siz cheligi sutga to'ladi. Xullas suvni o'rniga faqat sut ichasizlar. Ishtahasi ham zo'r. Odamdan boshqa lippoy narsani yeydi. Bo'lachasini, qarang bo'lachasini. Buqacha. Nech pul oshiradi? $2000. $2000 ga baraka. O'zi $2000 pulimiz bormi? Keyin o'sha pulga xohlagan otingni olib beraman. Baland bo'yli, viqorli, chiroyli. Opang ham xursand bo'ladi. Ketdik, ishni boshlaylik, ustoz. Bundoq o'ylab qarasam, bitta otingni olish uchun ko'pchilik aziyat chekar ekan, aldanib qolar ekan. Undan ko'rasa bitta dona odam aziyat cheksin. Kim? Ot egasi. Ot egasi? Hey, otni o'g'irlab qo'ya qolamiz. Bam 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 boy boy.